أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها ونضارة الوجوه وبهاؤها وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن نلقى الله يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. المعرب والمبني أنبيادا سمنة شكيبل دي. ismni ikkiga bo'lib ya musannif ya da ismni ikkiga bo'lgich qism bo'ldi. Ikki qism birisi muorab. Muorab degan harfning o'qishdan salomat qolish muorab. Harfga o'qishgan bo'lsa, o mabni degandek buni hamda ikkiga bo'ldi. Aslida ism muorab bo'lishi kerak. Lekin ism muorab bo'lishi kerakdi. Bu yerda va mabnini bayon qildi. Mabni o'g'illik naytibak cheklik bir necha ismda muorab bo'lish asli ismda mabni bo'lish xilofil asli. Shunga aslini qo'yib turib, mabnini bayon qilish to'g'ri keldida. Masalan, uning reallikdagi bir misolini olsaqmi, nima deymiz? Bir do'stxonda bir yerda 19 kilo nashpit, 1 kilo olma bo'lgan bo'lsa deyli. Bunu bu dasturxonustiki mehmonlar voy biz olmani xolamaydiq, elayotgan bo'lsa deb qilib qolsa, bundan faqatlik olmani evetish to'g'ri keladi. Qog'ini nashpit, ashpit qilib qoladigan gap. Qog'inin o'zi hammasi nashpit qoladi. Nayda binat sonliq bo'lgan olma bassa ish tugaydi. Anga o'xshash bu muorab nayda jiq, cheksiz. Mabni olsa nayda olti nasl cheklangan. Shu vajdan musannif bu yerda ismni ikkiga bo'lib muorab va mabni deb boshildi. Ammo bu yerda bayon qilish uchun mabnining qismlarini bayon qilib o'tdi. Deydi u vaqtda val ismu minhu mu'rabu va mabni li shabahin min al huruf mudni كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تعسر وكافتقار أصلا. Emdi musannif deydikin isim o ismning qatoridandir mu'rab va o ismning qatoridandir mabni va. Hem ibaratning qurilmasi ism mubtada minhu jar majrur xabar muqaddam mu'rabun mubtadai muakhar va mabni u mu'rab atbi emas. Buningdan va minhu mabniyun degan bo'ldi-da. Agar unda qilmay qolsa ism bu ismning qatoridandir mu'rab va mabni va desa u ham bu bir ism ham mu'rab ham mabni. Bir tadod bir-birisiga ikki tadod deb jamli kelib qolgan bir ismda bir ikki zid bir-birisiga jamli kelib qolgan bo'lib qoladi-da. Shu xil mushkullardan qochishimiz uchun bu yerda nima deyildi? Ashunga va minhu mabniyun degan minhun taqdir qilish to'g'ri keldi. Val ismu minhu mu'rabun va minhu mabniyun degandak. Bu yerda ism mubtada minhu jar majrur xabar muqaddam mu'rabun mubtada muakhkhar. Vav harf atfa minhu mabniyun ma'tuf minhu mu'rabun ma'tuf alay. Ananın hemmisi cümle haberi isminki. Vicdan kuludur. İsimni qatarındır. Murabba, yani irab birilgan isim ba ve irab birilmeydigan bu mebni isim ba. Nime için degende bu nime için bu isim da mebni ba degende li şebehim minel hurufi mudni. Harfqa bir o'xshinjah dedingki, yaqin qo'g'chida o'xshush
u ismni harfqa. Har qanday yerda qurb ma'nosidan keyin kelgan minni ilaman etildi. Mudni qurb ma'nosi kelgan. Bu manqus o'qishqa bu yerda mudnin bo'lishi kerak. Bu yer ya kelib qoldi. Mudnin ya mahzub bo'ldi bu yerda. Eliflam bo'lmagan ekan yoki. Bu yani kelishi mudni deb ay degan beytniki sadrga ray qilgan jihatidan bu beytning adzidimi yani mudnidimi yani keltirildi. Shu beytning sadriga uyg'un bo'lsin deb. Asli normalde bu mudnin. Ama mudnin ise sadrga uyg'un kelmaydi de. Adna yudni mudnin. Demek ki lişebbehin mudnin minel huruf degan bo'ldi da bir o'qishning jihatidan u ism mabni bo'lib qoldi ki yaqin quvchida u o'xshish u ismni harfqa. Shu o'qishning jihatidan ismning qatoridan ma'lum bo'laklari mabni bo'lib qoldi deydi. Endi bu ismni qatorida mabni degan bu bir bo'lak, bir turkum ism mabni bo'lib qolgandan keyin bunaqa illat kerak-da. Chunki ismning asli mu'rab bo'lish. Mu'rab asli, mabni xilofat. Asli bo'lib qolib qolsa, aslidan chatnab ketsa, tuz yo'ldan chatnab agar bug'ur boshqa menib qolib qolsa, sabab bana kerak. Nima uchun siz menda tuz yo'ldan chatnab ketdingiz? Asli siz manga yo'lingiz mavutda. Nimda bu o'ng solga agar bug'ur menib qoldingiz, bildigan savol chiqib qoladi-da. Asli ismning asli haqqi mu'rab bo'lishdi, ammo mabni bo'lib qolgan. Mabni bo'lib qolganligining uchun ash sabablik buning bana sababi illatini bayon qilish to'g'ri keldi. Bu illat nim bo'ldi? Ne qurildi bu illatni desa bu tashabbuh o'xshish qurildi. Bir o'xshish bo'lib qolishga, ya'ni harfga o'xshish. Ash o'xshish bu ismni harf yaqin qilib qo'ydi. Shu jihatdan mabni qilindi deydi. Ama bu o'xshish 4 xil vajida, 4 xil suratda bo'ldi. Qaysi o'xshish? Vadiy o'xshish, ma'naviy o'xshish, nayabiy o'xshish va iqtioriy o'xshish. Shu 4 xil o'xshish bor. Bu 4 vaji, 4 taraf 4 xil shaklda o'xshib qolg'ashqa bu ismlarni mabni o'qish to'g'ri kelib qoldi deydi. Masalan, kaşşebehil vad'i pis kaşşebehil vad'i pis meycitena vel ma'nevi pi meta ve pi huna dedik. Vad'i o'xshash. Vad'i degani mana shakli deb bo'lsa bo'ldi. Shakli o'xshanga o'xshash jitananing ikki ismisida. Masalan, jitanada bu ta bu ism zimir muhattab. Na bu zimir mutakellim mal gayr. Bu isim. Muzmaratdan qatar zimir almash. Yani almash kelisi. Ta bu isim. Na bu isim. Keldin sen bizge olgan iken ta tanadaki ta isim muhattab. Zimir muhattab. Mufrat nadiki na zimir mutakellim mal gayr. Bu isim. Ama bu isim olganligim mu'rab bo'lish kerak deb. Ma'lasab mabni bo'lib qoldi. Nima uchun desa, bu shaklda bir nimaga o'xshab qoldi? Harfga o'xshab qoldi. Kashabahil vadai degan shu. Bir o'xshashga o'xshaganki, bir shakldagi bir o'xshashga o'xshash. Yani shaklda o'xshab qolishqa. Masalan, tanadagi ta nimaga o'xshab qoldi? Baga o'xshab qoldi. Ba harf jar. Ba. Nadsakçu min en pi ala degan o'xshash. Ta o birlik lam harf usti qurilganlikda bu ba'dsak harf jar umum masalan faqatla bir harf. Ta desak bu mu bir harf. Nadsак ikki harf. Xuddi min ikki harfdi. En ikki harf va boshqalar degandek. Muz ikki harf. Maşak şu şekilde bu citenanın iki ismisizce bu harf okşap kapkaldaş harfte. Aş harf okşap kalgaç bu isimle mebni yok kaldı deydi. Vayna mani okşan okşaş. Keşşebehil vad'i manadıca keşşebehil manevi. Manevi okşan okşaş.
Qayerda, qachon, matada va hunada. Meta desek, bu meta, bu ism istifhamdir. İsim istifhamdir. Lekin bu meta in ma'nosini o'z qilib qoladi. Da, in. Masalan, qachon, in desek, bu lafzat o'xshamasimi? In desek ichkarib. Meta ucharib. Ama bu o'xshamaydi. Ama ma'naviyda ma'ni meta in ma'nosini o'z qilib qoladi. Masalan, degandek. Ya'ni izo ma'nosiga o'xshab qolib qoldi. Masalan, إذا أتيت فأكرمك ديجندك إذا أتيتني فأكرمك ديجندك مثلا أنظمة يعني متى عذرا متى أتيتني فأكرمك ديجن غشش عشان ده بو متى جو خد إذا أتيتني فأكرمك ياكي إن أتيتني فأكرمك ديجن غشش استفهام ياكي شرط معنى سوز قلب bu meta. Labzada o'xshamaydi. Chunki mata ucharib, in izo bo'lish kerak. In desak ishkarib masalan, shartni ma'nosini o'zi qilib qoldi. Shart ma'nosini uqtirishda o'xshab qolib qoldi. Va fi huna va hunadimi shunga o'xshash. Hunada. Demak, bu huna bu ism ishorat. Bu yerda bunun da mesela bu işaret xuddi şart ma'nosini bildirish uchun şart harflari bo'lgan o'xshash bu yerda bu ishorat ma'nosini bildiradigan bir nim bo'lish kerakdi. Harf bo'lish kerakdi. Ma'lesef u harf yo'q. Bo'lish loyiqdi u harf. Ammo yo'q bir harf o'xshab qoldi, o'xshatib qoldi bu hunani. Demek bu mu? Bu o'qishning jihatidan bu mata va huna bu ham nim qilinib qolib qoldi, mabni qilinib qoldi. Demak, zamair ismi muzmarat bu mabni demek. Ondan boshqa ismi istifham u mabni. İsmi ishorat u mabni demakchidan bundan bir qancha mabni chiqarmoqchi bundan. وكنيابة عن الفعل بلا تعسر وكافتقار أصلا وبيلدن hem naib olan okşaş. O okşuş naib olan okşaş pildin hiç kandak tesir kabul kılmasın. Mesela daraki dedik de daraki zeyden dedik. Bu daraki udruk diyen pildin naib oldu. Ama onun hiç tesirsiz ki udruknun tesirini kabul kılmadı. Kabul kılma olsa daraken oğan bolattı. Daraki zeyden. Mesela bu nim boldu ise bu udruktun naip oldu. Naip oldu ama o udruk kempilden naip olgan bilen bu daraki hiç qanday ta'sir qabul qilmadi. Xuddi harf mu başqalar ta'sir ko'rsatdi. Masalan bir ismni zir qilishda yo zabar o'qishda yo pish o'qishda boshqa yendiki o'zining mabadisiga i'robiga, mabadisining i'robini o'zgartirishda ta'sir ko'rsatdi. Ammo ta'sir qabul qilmaydi. Onun o'xshash bu daraki degan filmi o'zi naib bo'lgan fildan hech qanday ta'sir qabul qilmaydi. Ammo boshqalar uchun ta'sir ko'rsatadi. Mushu jihatda mushxil nayobat, mushu nim bo'lishda mushu naib bo'lib, yana urmasishda harf o'xshab qolib qoldi deydi. Demak buningdan asmai af'al bumu mabniyatning qatoridan demakchi. Vakaftiqarin ussila va inacho bir o'xshash, o'xshash anda bu o'xshashga halqi iftiqoriy o'xshashdi. Asli qilindi iftiqoriy o'xshashni. Yani bundan o o'xshincha asli bor, asli mavjud qilindi zodi burun degandek. Qandaq muhtojlik desa xuddi harfmi bir ma'no mazmunni uqtirish uchun
isim yoki fe'ldan iborat bu ikkisining birisiga muhtoj bo'lib, beqinda bo'lib bog'langandan keyin bir ma'noni uqtirganga o'xshash, bumu o'ziniki mabad so'g'an siliga muhtoj bo'lishga o'xshab qolib qoldi. Masalan, allazi, allati, allai degan o'xshash. Onun boshqalar. Hammasi ism mavsullar. Bu hammasi nima? Muhtoj. Nimaga muhtoj? Siliga. Mushu muhtojni asli qilindi zodi. Bekitilindi. Bu ism mavsulmi? Mushu harfga o'xshab qolganligi uchun nimada? Shu o'zining keyingi silsiga. O'xshab qolg'achqa, shu o'xshishning jihatidan bu ism mabni deyildi, deydi. Mabni bo'lishning sababi shu, deydi. Bu ham shuna qaraq. Ammaning da va mu'rabul asma'i ma qad salima. Bu yuqorida ismning mabni ekanligini bayon qildi. Mayada bo'lsa va mu'rabul asma'i ma qad salima. Min shabahil harfi ka ardi va suma. Bu ismning mu'rablari, yana i'rob beriladigan ismlar, o harf ko'rgan o'qishdan salomat qolgan narsalar. Harf o'qish masalan yuqorida bitgandek, o yoki vadiy o'qishish, shaklda o'qishish, yoki ma'niy jihat o'qishish, yoki niyobat jihat o'qishish, yoki iftiqor jihat o'qishish. Mushu to'rt o'qishning birisining tufayli o mu'rab ism mabni bo'lib qolgan. Ammo yerda bo'lsa mu'rab ism shu o'qishdan xoli bo'lgan bo'lsa, uningdan salomat qilgan bo'lsa, o xil ismlar nim bo'ladi? Mu'rab bo'ladi. Ya'ni uning i'rob berildi deydi. Ardin va suma degan o'xshash. Ardin, ardun, ardan. Uning ism mutamakkin bu. Üç i'robdan hammasini qabul qiladi. Zemin degan iborat va suma. Suma bu yerda elif ishbah qad salima degan mushu beytninki sadrga muvofiqlashsin uchun sumadagi elifni keltirdi. Bo'lmasa bu ism degan kelimadan ma'xuz, shuni deyiladigan. Bu ism deganda 6 xil lug'at va 6 xil lahja bor. Suman, siman, sumun, hamsi ismun degandek, hamsi ism demek. Bu mu ism mutamakkin demekçi. Buna bu 3 i'robning hammasini qabul qila oladi. Çünkü bu harfning o'qishini salomat bo'lg'achqa, buni ism mu'rab deb atiladi deydi. Ve fi'lu emrin ve mudiyyin buniya ve a'rabu mudari'an in ariya. Ve buyruq pili ve pil mazi ve mudiyyin yani madinin pili ikisini mebni qilindi bu ikisini. Demek emir buyruq pili ve o'tgan zaman pil bularca mebni. Bunu hiç qanday o'zgarmaydi. Hech qanday bu omilning mo'cho va bu ta'sir buga yo'l qilmaydi. Hech qanday omil unaga kuch yetmaydi. O nayeti naqib ketgan, qurilib ketgan. Uni o'zgartirilmaydi. Va arabu mudari'an in ariya. Va i'rob badi mu'rab qildi. O nuhatla na'malari fil muzariga i'rob badi. Qachon in ariya, yani in xalaya, in xalat yoki in taxalla degandek. Eğer xali bo'lgan bo'lsa, o fil muzari kelgan zaman fe'li xali bo'lsa nimidan? Min nuni tawkidi mubashiri va min nuni inasin ka yaruna man putin degan o'xshash. Rabbadi o nahvi ulmalari, morfologiya ulmalari keldiğin zaman pilga, eğer hali olmuş pil, bivasıta tutuşup kelgen tektin unudun. Ve ayallıklarının unudun hali olan bozcu, bununla hem i'rab badi deydi. Yarukne men putin diyen okşuş. Manın da bu mebni yer. Bunu i'rab badi olmaydı. Yarukne. Bu ra'a yaru'udun çıkan
Aslısı yarvu'na demek bu. Yarvu'na. Qo'rqidi u ayollar fitna qilingan odamdan degandek. Bu yerda muannasning ayollikning nuni chapishib kelib qoldi. Yarvu'na. Ay nun shu yarvu'na degan nun. Chapishib kelib qolg'achqa buniga i'rob bergilolmaydi. Bu ham nima? Mabni. Mandaq shaklda kelib qolsa, bu i'rob bergilolmaydi. Agar bundaq bo'lmaganda, ular fil muzari'mi i'rob berdi deydi. وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن. Her qandaq harf mabni bo'lishqa loyiqdir deydi. Her qandaq harf mabni bo'lishqa loyiq. O aslida zat mabni qilish kerak u. Val aslu fil mabni ay yusakkana. Aslida bu mabnida, ya'ni mabni degan tushundik ana. Sim mabnida sakin qilish kerak. Sakin qilish, sakin o'qish asli. Ama şu aslidan yana ba'zilar yana sakin qilmay o'qilib qolgan bor. Qanday desa, va minhu zu fathi va zu kasri va dam ka ayna amsi haysu was sakinu kam degan. O mabni qatarındır. Ay sakin qilishga loyiq bo'lgan mabni qatarındır. Sakin qilmay fathi o'qilishi bor. Fathini ismi bor. Ayna o'xshash. Kasrni igisi bor. Amsi o'xshash. Va dammu ham bor. Haysu o'xshash. Va sakin bo'g'cha kam. Kam degan mem shu ana. Asli harf har qanday harf mabni bo'lishga loyiqdi. Asli zot bu harf sakinish kerakdi. Lekin shu asldan chatnab chiqib az bir bo'lak harflar bu asldan jiroqlashib qolgan mundaq ahvolimi bor. Ayna amsi haysu o'xshash. والرفع والنسب اجعلا إعرابا لاسم وفعل النحو لن أهابا. قيغن deydi. Qig'in raf'ini va nasbni i'rob qilgin. Nima uchun? Ism uchun va fe'l uchun. Lan ahaba. Hargiz qo'rqmag'ayman degandek. Elif bunundami? Elif ishba to'yg'izishning. Beytning sadrini to'yg'izish uchun yoki to'shqizish uchun kelgan elif bor. O'zing elif emas. Bu yerda masalan asas lan kelmagan bo'lsin bo'ldi ahabu bo'ladi. Habe yahabu ahabu deb rafi o'qiladi. Ama lan keldi. Lan çünkü bu fil muzarini zavar qiladigan 5 amil nasibning birisi. Lan, an, kay, izan, hatta dini iborat. Bu lan kelgachga bu lan ahaba deb bani zavar qilib qo'ydi. Nasb o'qidi buni. Demak buningda lan kelishdan burun kelmagan bo'lsa ahabu rafi vaqti. Lan keldi. Bunu da nasbini qabul qildi. Demak qilgan rab va nasbini i'rob qilgan sim va fe'l uchun. Sim va fe'l uchun. Ama o manada fe'ldan shuna qildik. Onun boshqa ismdan masalan va i'rob nasbsi jiq keladi. Rab va nasbni qo'liniga jiq keladi ismdan. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. Sim hakikaten ayrıldı. Kad hossisa degan kad munyiza deb qilsak toz yaxshi bo'ladi. Wal ismu kad hossisa bil jarri kama kad hossisa al fi'lu bi an yanjazima. Ism hakikaten ayrıldı bu ismni jar o'qishlar. Yoki ismni o'nch qilindi bu ismni jargil o'nch qilindi. Jar qilinishqa. قد خصص الفعل بأن ينجزم. قندقم
Pilni cezmin sakin okuşka oňçy kılingandek ismini ço zir okuşka oňçy kılındy deydi. Farfa bi dammi wansiban fathan ve jur kesren ke zikrullahi abdehu yasur. Rapiqin dammy bilen nasb qilgan pat yo'qan holatda va jar qilgan kesr yo'qan holatda. Hem demek bu yerda omilni ikkiga bo'lyapti-da. Omil nima? Hareketni. Hareket bil asl ve hareket bil neyabede. Mayada o amil rapi kelgendikin damma okuş zammi irapirimiz o hareket asli bu. O kiliş teazzur olan. Eğer dammi kilişki mümkün bu mağayada kavva bilen ya elip bilen ya nunun subut bilen manak irapiriliş buludu. Eğer bulmaydı o aslında nim buluş bu rap amil rapi bayada zamm okuluş. O asli bu zamm okuluş mümkün bu mağayada onun başka mesela ne degendek onun navaipler buludu da onun dammının orada ya va naip keledi ya nunninki mesela kayad va naip keledi yani esma istida va naip keledi. Cem-i Muzakker Salim'da vav naib keledi. Yine çoğu tesnide ilip sabıtı, nun sabıtı olan buludu. Elif ve nun. Mesela yine çoğu elke esma ef'al hamse de bir yappa. Onun da şu nun sabıt boğallığı, o rapi okulgallığı. Onun da mı? Mesela nime bu keledi? Hareketten naib keledi. أما يجوز بربع بضم وانصبا بربع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. Bunun da bir yerdeki niyabet nimeler buludu hareketin üzlen buludu. Niyabet harp nimeler hareketin üzlen harp bilen emez. Mesela zikrullahi abdehu yasur diyen okşur. Allah'ınki öz bendisini esleş, nayt o bendini ço xursan kılıdı o degendek. Sarra yasurru. Maşın manında kandak oğan boldu degende zikru degende bu nim boğaşka muptıda boğaşka muptıda bu muptıdanın ki pişo kuluş sebebi nimelse amil manevi boğan iktida değil bu. Şu eciden bu yerde bu zikrullah muzaplayın muptıda oldu. Bu muptıda boğaşka bunun amil ne oldu? Rapi kuluş doğru geldi. Bunun rapi kuluş için zikru dep dam bilen irab paduk. Dam bilen ço yani irab hareketle irab paduk harflenemez. Allahi dedik. Bu muzap ile yoğaşka bunun kuma ya bilen ya ki mandak bir narsa emas, harf bilen emas, bunun kuma hareketlen irab paduk. Çünkü jar kılganlı kesr bilen jar kılınatdı. Abdahu degende bu nim boldu? Zikirge mastar oldu da. Bu mastarni özünün faili olan Allah'a izap kılındı. Failini izap kılıp, mastarni özünün faili izap kılıp, abdahu olan özün mef'ulun bisni ço şu nasip oldu. Fail zikir kılındı, failini izap kılındı, mef'ulunu öz haltı kuvvetildi. Abdahu zikir degen mastarının mef'ulun bisi. Mef'ulun bir mensup oladı. Ana bunun da abdahu deb dalının üstüge qanda qıldık, fetha bilen nasb qıldık. Demek muşu söz zam bilen rapi qilgan, fathi qilgan holatda nasb qilgan, kasr qilgan holatda jar qilgan deydi. Zikrullahi abdahu yasur degan. Wadzim bi taskini ve gayru ma zukir yanubu nahvu ja'ahu bani namir. Sen sakin qilishlan jazm qilgan. Yani dam bilen pişoko.
amil rapi kasb ish qilgan amil kasb zammi qilgan. Amil nasib kelgan bo'lsa, zarar qilgan amil kasb patiya bilan o'rab bergan, patiya qilgan. Jar qilgan amil kasr qilgan. Am amil jazm kelib qolib qolsa, lam, la, lamma degan o'xshash. Bular kelib qolib qolsa, sakin o'qigan. Demak, hammasini bu i'rob bil harakatlar o'qigan. Va g'ayru mazukira yanub. Am yuqorida tilga olingan narsaning boshqasi. Muşu mesela amil rapi kip kas zemmile okuş, amil nasb kip kas petüle okuş, amil car kas kesrle okuş, amil cazm kip kas sakın okuş. Muşunun başkası o naip boğan buludu. Yani nim naip buludu dese, mesela dammeden vav naip buludu ya ki, dammı kemmey, pişkılgan amil kip kip kalsa, ya dammı okuluşun bedelige vav keledi, ya ki, tesni olsa elip keledi. Ya ki cem müzekker salim bağımız şu vavnun kelido, al hamsa olması nunun subut oludu, diyendek mesela. Harp naip oludu. Muş yukarı tılgınlıgan, mu töt kurumunun baş kısamısı naip oludu. Neyabetten kegen buludu. Nim naip oludu? Ya da harp, harekettin harp naip olun buludu. Mesela ca'ahu beni nemir diyormuş. Ca'ahu diye de ya da andak oldu diyende vav pişnin ornunda nayabeten geldi. Çünkü bu esma-i hamsa o'qish. Beni diye de bu kesrinin ornunda ya geldi. Geldi Beni Nemir'nin kırınışı degende mesela. Bunlar hammasi nim bo'ldi degende turib harekettin naib bo'ldi amilning talabiga taqazzosiga asosan.